Opa, bizga yordam bering. Yordam bering, opa. Oldinda turamiz real hayotda, iltimos. Qanaqa sizlarga yordam berishim mumkin? Qimorvoz do'sting Jamshidni axlatxonada tanasini itlar g'ajib yo'q bo'lib ketdi. Yolg'on. Opa. Qora dori sotadigan Ozodni tanasini esa yangi qurilish bo'layotgan beton tagiga tashlab yubordi. Endi uni tanasini hattoki qumursqalar ham topolmadi. O'ldiraman. Endi sen ham do'stlaring oldiga bora qol. Nima bo'ldi? Opa. Nima bo'lyapti? Kim ovozi ular? Endi ishondingizmi? Mana shu ikkitasi. Nimadir muammo qilib qo'ydimmi? Sizlar kimsizlar? Bundan ko'ra bizga qo'shib. Ular o'z jazosini o'zi oladi. Xo'p, tushundim. Sandaqa kuchli qizlar men uchun kerak. Men sizlarga yana bir marta shu tanamga kirishga yo'l qo'ymayman. Men qora yo'lda yurmayman. Unda qora tanam yoqib yuboraman. Aka, nimadir qilib yordam beraylik. Men osonlikcha taslim bo'lmayman. Bir kun kelib bu qobiliyatni ishlataman.